voy nima bu pitsa emas bu buxonga non berib olgan bo'la tushunmadim. Telefonimda reels ko'rib o'tirdim, qarasam telefonimning zaryadkasi o'chib qolibdi. Va dedimda qarasam yonimda ko'l o'tirgan ekan. Shuna ko'lani oldiga bordim-da, telefonimni zaryadga pas qo'yichi dedimda, telefonimni zaryadga qo'yib shuna qarasam yonimda Bellissimo pitsa bor ekan. Kirib chiqa qolay dedimda, sekin kirib keta qoldim keyin. Ichkarisiga keladigan bo'lsak, har doimgidek top-toza, ozoda va chiroyli. Bu Seul Mundiga Bellissimo filiali. Eng yoqadigan filial shu bo'ladi menga. Ko'zimni yumib ochishim bilan zakazim tayyor bo'libdi. Endi buni nima qilish kerak? Faqat yeyish kerak. Qoshuvni yeymansam yeyilmabdi-da. Keyin qoshuvni sindirib yora qoldim, asabim buzilib. Keyin to'xta dedimda, ota-bobolaring qilgan ish qilgan, vilka degan dedim. Vilka ham bo'lmadi-yu. Sizlar ungacha videoga like bosinglar, kommentariy yozinglar, eng yaqin o'rtog'inglarga jo'natib qo'yinglar. Men bo'lsa o'zimga kichkinagina yoshligimni eslab stolchamni zakaz qildim va o'sha kichkina stolchamda yeyishni boshladim. Keyingi safar qayerga borishimizni, nima qilishimizni yozib ketinglar. Bu sizlarning fikringlar menga muhim. Yoqimli ishtaha, hammaga salomat bo'linglar.